Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Juda ko'pchilik so'rayotgan zo'r yangilik qilibdi usta Eldorbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'r yangilik qilibsiz. Menga juda ma'qul keldi. Bu hozir ko'rganlar buni oddiy ugolo deb o'ylayapti, lekin aslida bu ham ugolo, ham spanli bo'ladigan holati bor. Ha, albatta. Do'stlar, ustani manzili yana qaytarib o'tamiz. Andijon viloyati, Andijon tumani Nayman mahallasida joylashgan. Hozir mana buni spanli holatida ko'rsatib beriladi. Qanday olsa spanli bo'ladi. Bunga oshiqcha kuch ishlatilmaydi aka. Aha. Spanli holati. Spanli holat. Mashq holati, spanli holati. Buni pufigini yoniga qo'ysak, yana ham katta spanli bo'ladi. Bemalol ikkitadan foydalansa bo'laveradi. Bemalol bo'laveradi. Bu yerda bonusiga sondig'i ham bor. Ya'ni mana bu joyda sondig'i ham bor. Masalan, hali yosh kelin-kuyovlar endi uylanmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilsak bo'laveradi. Albatta aka. Foydalansa. Mexanizmlar, rossiyskiy mexanizmlar qo'yilgan. Hattoki ramkasini asosiy qismlariga ugonli, temir ugonlidan ham baquvvat qilib tayyorlab qo'yilgan. Chilo sog'ir insonlar chiqsa ham bemalol. Albatta aka, bemalol. Narxi nechi pul? Narxi xona bilan komplet 5.200.000 so'm. 5.200.000 so'm, O'zbekiston bo'ylab yetkazib imkoni bor. Xona kerak emas deydigan klientlarimizga 4,5 million so'mdan yetkazib beramiz. 4.500.000. Xohlagan rangda chiqarib beraveramiz. Xohlagan rangida chiqaveradi. Faqat Andijon shaharchiga dastavkasi ichida qolgan joylarga kelishilgan holatda. Do'stlar, Eldorbekda raqamli ekranlarda turib o'zga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.